Bugün 5. ayınınki 16. günü. Bizning bu Washington DC atrofida havo nihoyatda yaxshi. Temperaturami taxminan 20 necha gradus bo'lsa kerak, nihoyat issiq, 30 ga yaqin. Havo nihoyat pokiz, nihoyat sap. Mushu fursatdan foydalanib bu koronavirus jarayonida uyda ishlash, uyda turish sababidan sirtliqman chiqolmagan. Bugungi bu pokiz havoda oilamiz bo'yicha chiqib, mushu sirtda odam ancha ko'p bo'lmagan bir bog'chaga kelib, bog'chada azroq bir havo olinish, dam olish imkoniyatiga ega bo'ldik. Yana biz dam olayotgan bu bog'cha odatdagi bog'cha emas, bu bir tarixiy muzey. Yana Amerikadagi bo'lib, mushu Virginia shtatidagi Virginia Manassas jang maydoni bog'chasi deb atalgan bir davlatlik bog'cha. Bu amaliyotda bir tarixiy jarayon, tarixiy joy, bu tarixiy joy 1861-yili, bundan yani 140 yillar ilgirki bir tarixiy voqea, yani Amerika Qo'shma Shtatlarining tarixidagi ichki urush davriga munosabatlik bir bog'cha bu. Ya'ni 1861-yili 7-oyning 21-kuni, 21-iyul kuni mana shu bog'cha atrofida nihoyat qattiq jang bo'lgan. Bu jang Amerikaning ichki urush tarixidagi nihoyat bir qatimliq tunji cho'ng jang hisoblandi. Yana bu jang Amerikaning shu vaqtdagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan unga qarshi bo'lgan janubdagi 7 shtatdan qurilgan davlat, ya'ni davlatlar federatsiyasi, konfederatsiyasi deb atalgan davlat qo'shinlari bilan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat o'rtasidagi bu urush, bu Amerikaning tarixida ichki urush deb ataladi. Bu 1861-yili 7-oylarda boshlanib, toki 1865-yili aprel oylargacha davomlashib, bu janubdagi konfederatsiya davlatlari taslim bo'lishi bilan urush oxirlashdi. Shuning bilan bu Amerika birlik keldi. Bu Amerikaning tarixidagi nihoyat ichinishli bir voqea, ichki urush. Ya'ni 1860-yilda Amerikaningki jumuriyatchilarga tava bo'lgan prezident Abraham Lincoln prezident saylangandan keyin u Amerikada bu qulluq tuzumini bekor qilish qonunini e'lon qildi. Bunga nisbatan bu janubdagi bir qism shtatlar qarshi chiqdi, unga norozi bo'ldi. Shuning bilan Amerikaning bu tarixida shu qulluq tuzumini bekor qilish bilan uni saqlab qilish o'rtasida urush portildi. Bo'linish paydo bo'ldi. Bu demek şu vaqtda ikki taraf armiyasi o'rtasida yuz bergan tunji jang maydoni, ya'ni Manassas jang maydoni. Bu Manassas jang maydoni xuddi bizningki Uyg'ur elidagi Manas degan so'zga oid o'xshash. Manassas degan bu joy bilan Manas shikisi. Manasmi 1945-yilda Sharq Turkiston milliy armiyasi bilan Xitoy armiyasi o'rtasida bir chegara fasli bo'lgan. Shu yerda oxirgi janglar bo'lgan. Ikki taraf shu Manas daryosini bir-biridan ayırıp ikki tarafga bo'linib, taki bu joyda 5 yilgacha bir-biriga qarshi turgan. Bu xuddi shunga o'xshab ketadigan talaffuzdagi bu Manassas Amerikadagi. Bu joymi shunda bir jang maydoni bo'lgan joy. 1861-yil 7-oyning 21-kuni mushu Manassas deydigan joyda Balran daryosi deydigan, xuddi shu bizdagi Manas daryosiga o'xshash kichik bir daryo bor, uzun daryo. Bu daryo taxminan 52 kilometrga sozildi. Mana bu daryoninki kichik kengligi 5-6 metr keladigan daryo bo'yida ikki taraf, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlar armiyasi bilan konfederatsiyalik davlatlar jumuriyati degan bu ikki tarafning qo'shinlari bir-biridan ayrilib, bir-biriga qarshi urush sepi tuzgan. Şu joyda kengligi 4-5 metr bo'lgan shu daryoning ikki taraf qo'shinlari bir-biriga qarshi taki 1865-yilgacha 4 yil turdi. 1861-yil 7-oyning 21-kundagi bu Manassas jang maydonida yuz bergan bu cho'ng jang. Bu jangga ikki taraf, ya'ni Qo'shma Shtatlardan 18 ming kishilik qo'shin, bu konfederatsiya davlatlaridan 18 ming kishilik qo'shin zambireklari bilan qatnashgan. Ikki taraf orasida bir kun shiddatli jang bo'lgan. Bu jangda oxiri bu Qo'shma Shtatlar armiyasi tarmar bo'lib, bu janubdagi davlatlar, ya'ni konfederatsiya davlatlari g'alaba qilgan.
Şundaq bolsam yana şu Balran daryosi vadisida bu ikki taraf uzungacha bir-biri bilan tirkishib turgan. Amerikan ikkinchi qatim 1862-yili 8-oyning 28-30 kunlari yana bir qatim shu daryo vadisini asos qilgan asosda Manassas rayonida ikkinchi qatimliq Manassas jang maydoni bo'ldi, jang yuz berdi. Bo'lib birinchi qatimliq bu Manassas jangi nayt mashhur bir jang hisoblandi Amerikaning ichki urush tarixida. İki tarafdan o'lgan odam soni, ya'ni Qo'shma Shtatlardan bir 2700 dak odam o'lgan, yo'qolib ketgan va yaralangan. Bu janubdagi davlatlardan bir 2700-2800 ga yaqin odam taxminan bir-biridan zo'r farqlanmaydi. Bu yerda hamda nayt shiddatli jang bo'lgan. Bu Qo'shma Shtatlarning qo'shinlarining mag'lub bo'lishining sababi nima degan chaqda bu shu vaqtdagi prezident Lincoln general Erwin McDowell deganga buyruq berib, darhol shu konfederatsiya davlatlariga urush etishga buyruq bergan. Ammo general McDowell degan bizning bu Qo'shma Shtatlarning qo'shinlari uningga tankilanmasligi mumkin, chunki biz yaxshi qo'shinlarni tarbiyalamadik, chiniqtirmadik. Bularni ma'lum mezgil tarbiyalash kerak degan bo'lsin, lekin bu prezident Lincoln, Abraham Lincolnning buyrug'i bilan cho'qim shularga qarshi jang qilib ularni qo'g'lab chiqadi degandan keyin shuni ular amalsiz jangga o'tib, bu Qo'shma Shtatlarning, Amerika Qo'shma Shtatlarining yani ancha yaxshi tarbiya ko'rmagan qo'shinlar bilan bu konfederatsiya davlatlarining yaxshi chiniqqan, tarbiyalangan qo'shinlar o'rtasidagi jangda Qo'shma Shtatlari mag'lub bo'lishga sabab bo'lgan. Bu mashhur joy. Bu Manassas bundaq jang maydonidan ko'p. Bu yerda Henry Hill ismli yana bir rayon bor. O birinchi jang bo'lgan to'pilik. Mana bu to'pilikda ikki tarafning zambirakchi qo'shinlari yana urushgan, zambirakchilar urushidimi, yana o'xshashdan Qo'shma Shtatlarningki tarmar bo'lgan. Garchi zambiraklari ko'p bo'lsa-mu, bu janubdagilarning zambiraklari oz bo'lsa-mu, lekin turli sabablar tufaylidan bu g'alaba qilolmagan. Bu hamda bir mashhur bir joy. Bu joyda Manassas davlatlik urush maydoni bog'chisida 1940-yili qurilib, hozirgacha davomlashmoqda. Biz mana shu Fairfaxda yashovchi Uyg'urlarni doim balkim bu joylarga kelib tarixni eslaydi. Bugun shu munosabat bilan misha keldik. Buni o'ylaganda bizning vatanimizdagi shu Manas ismimizga keladi, Manas jang maydoni. O joyda 4 yil bo'lib, eng oxirida 49-yili Xitoy Kommunist armiyasi kelgandan keyin ondan Manas chegara fasli bekor qilinib, bu ish oxirlashgan. Bu Amerikaning Qo'shma Shtatlarining bu tarixidami ichki urushda 1865-yilda janubdagi bu davlatlar taslim bo'lgandan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari qaytadan birlik kelib, shuning bilan bu joydagi qarshilashish tugagan. Bu janubdagi davlatlar shu Virginiyadagi Richmond shahrini poytaxt qilgan. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining poytaxti Washingtondan oraliq ancha yiroq emas, lekin ikkisi bir-biri bilan xil uzungacha qarshilashib turgan. Bu bir mashhur jang maydoni. Mana bu joydagi mana bu jang maydoni bu shu vaqtdagi zambiraklar urush qatnashtirilgan. Mana shu egiz to'piliklar hammasi shu joyda jang bo'lgan joylar. Bundaq joylardan yuqori bu joyda bu yoqda Balran daryosi degan daryo bor, o'rmonning ich tarafida kichik bir daryo. Garchi daryo kichik tar bo'lsa-mu, ammo ikki taraf yana shu faslda bir-biriga qarshi urush obrona tutib turganda. Ya'ni bu Amerika poytaxti Washingtondan taxminan 35-40 kilometr yiroq bo'lgan joyda bo'lgan jang ayni vaqtdagi. Biz Uyg'urlar mana shu Manassas shahrini, Fairfax shahri buningdan 10 mayl neridagi shu joylarda yashaymiz ko'pincha Uyg'urlar. Shu bu bir tarix.